Assalomu alaykum akalar. Hop, bugungi mashinamiz Gentra mashinasi. Hop, bu mashinamiz orqa stopi yonmasligi bilan shikoyat qilib kelindi. Hop, tekshirganimizda hop, tegishkasi yaxshi ekan o'ziniki. Skorda hop, 30 DDP-ga. Hop, keyin yana bag'larini ochib ko'rganimizda relay qo'yishgan ekan formasiga. Erib ketgan. Relay qismlar tormozniki. Hop. Orqa tarafimizga olib o'tganimizda bu taraf sog' ekan, bu tarafda ish yo'q. Bu taraf ancha ahvoli og'ir bo'lib qolgan ekan, mana simlari erib, mana ishga kirdi orqasidan mana massaga yopishib qolgan ekan. Hozir endi buni alohida sim tortamiz bitta-bitta. Xudo xolasa chiroyli qilib yoqib beramiz. Agar qaysidir ustalarda shunaqa holat bo'lsa, birinchi o'rinda предохранять keyin ishlarga ishga. Mana burchakdan ko'rsalaring, to'kib kelayotgan bo'lsa, bu ishga ketdi. Shunaqa o'tib ketgan. Orqadasi stopga keyin o'xshash ishga ko'rish kerak ekan, massaga yo boshqa joyga tegib qolgan bo'lishi mumkin to'ki. Hozir bizda shundan chiqdi. Orqada bu stop yonmayapti o'zi. Xudo xolasa simlarni yangilab chiroyli qilib beramiz. Video davomida qo'yamiz qilgan ishimizni. Hop, mana akalar, xudo xolasa ishlarimizdan bitdi. Mana shu meragan ekan 87 reydan chiqish. Bu to'g'riladik. Xudo xolasa yonyapti, ozlik ishgan chiqarib, ezib turgan odam yo'q. Mana ishga chiqib turibdi, torg'izona turish kerak. Xudo xolasa mishlik bilan bo'lganimiz yo'q edi. Simlarni akkuratni qilib o'zini epladi, yergansimini. Sotuvda kam ekan. Sekretni beramiz, xudo xolasa. Xudo taraf qo'ymasa ishlaydi. Kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa kerak. Ko'rasizlar. Xudo xolasa adresimiz Marg'ilonda bag'i. Mas'ul svetofor. Bag'i Yo'qochar svetofor Betskiga ketish. Mana Yo'qochar sharbat. Yo'qochar sharbat oldi. Gazprom neft mana almashtirish. Xudo xolasa chetda ish faoliyatimizni bo'lyapti. Reklamalarimiz ham turibdi. Kelasizlar, kim shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa. Mo'ljal 11-maktabda oldi.